Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Uzunko'cha mahallasiga Xudo xolasa beton quyish xizmati uchun yangi texnikamiz kirib keldi. Texnikamiz Xudo xolasa o'zini sostavi bilan o'z xizmatlarini qiladi degan umiddamiz. Komplekt Xudo xolasa komplekt ichiga Xitoyda eng so'nggi aplavkalari mana bu ham kiradi. Xizmatda yigitlarimiz bor. Narxlar kelishilgan holatda tez va sifatli Xudo xolasa xizmatlarni qilib beradi degan umiddamiz. Yangi obyektimizga texnikamizni olib kelganmiz. Xudo xolasa jarayonlarni olib Instagramga Xudo xolasa qo'yib boramiz, YouTube'ga. Nomerlarda qoldiramiz. Video ostida marhamat qilib aloqaga chiqaverasizlar xizmat bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.